Qashqadaryo kitob perevolga qarab yurdik. Bizni keyingi lokatsiyaga chaqirishda borgan sari ishlarimiz odamlarga yoqib, keng tarqalmoqda. Xudo xolasa, birinchisi gaz o'lchamasdan ikkinchisi chiqadi, ikkinchisi o'lchamasdan uchinchisi chiqadi. Birin-ketin hammaning ishini tengdaniga vaqtida bajarishga harakat qilmoqdamiz. Hozir Qashqadaryo kitob perevolga boramiz. Navbatdagi lokatsiyani o'lchab Samarqandga yana qaytamiz. Qashqadaryo kitob perevolga o'zi chiqishni boshladik. O'zicha uzoq emas, qisqa, 15-20 kilometr, lekin haliga seriozli pavorotlar joylashgan. Hozir video qilishga harakat qilaman. Qashqadaryo kitob perevoldamiz. Katta tosh tandir go'sht markaziga keldik. Qaranglar. Haqiqiy brend nomi chiqqan joy. Bu yog'i ikkala tomon, pastda 4 tomon tog'. Katta toshlar bor. Boshqalar sekin qator bo'lib kelishyapti. Tandir go'sht ta'miga bir kelganda baho berasizlar. O'tganda kirish tavsiya beraman. Ko'p kelganimda kirganman. Haqiqatan o'zgacha. Boshqalar qaranglar. Sekin asta chiqib kelishyapti. Kitob perevol, apasli pavorotlar tugadi menimcha. Atmosferaga nechi gap bo'lishi mumkin emas. Samarqanddan Qashqadaryo kitob perevoldan o'tyapmiz. Xudo xolasa keyingi buyurtmalarni olish uchun. Atmosfera prosta bomba. Qaranglar, katta toshlar. Pastda hovlilar bor ekan. Bachalar gap bo'lishi mumkin emas. Biz yo'lda davom etamiz. Xalqimiz xizmatidamiz. Xudo xolasa temir bo'yi aloqaga chiqib olasizlar, bemalol. Qashqadaryo kitob tumaniga keldik. Bobon qishloq degan joy ekan. Bu joylarda ham gaz yo'qda aka. Mo'rlar mana yonib yotibdi. 1-yanvar, xudo xolasa. Biz mana shu joyga chiroyli darvoza qilib bermoqchimiz. Aka o'zlari qayerdalar? Toshkentdami? Toshkentda. Siz amakilarisiz? Amakisi bo'ladi. Gap yo'q aka, xayrli bo'lsin. Dadasi hammasi o'sha Toshkentga. Aka-ukalari o'sha yerda. Gap bo'lishi mumkin. Amakisi bo'lamiz. Hop, bu joyga biz darvozani egalari yo'q. Hozir razmerlarni aka bilan o'lchab olamiz. Fasollarni hammasini onlayn holatda ular bilan gaplashadigan bo'ldik. Biz yo'l-yo'lakay Navoiydan qaytishda через Samarqand kitob perevoldan keldik. Razmer olsak, dogovorni, darvozani fasollarini, narx-navosi hammasini ular bilan onlayn kelishib olamiz. Hozir bo'yi, eni hammasi ma'lumotlarini ko'chadan nolini hammasini hisobini chiqazib beramiz. Yaxshi niyatda chiroyli qurishgan ekan. Chiroyli bitirib, umrguzarlik qilish nasib qilsa. Xizmatdamiz. Birinchi o'rinda darvozani bo'yini o'lchaymiz, ko'chadan urvinini hisoblaymiz. Turi 66 bo'yiga. Endi enini o'lchaymiz aka. 443. Endi bu общий razmer. Pastdan ko'tarilishini hisob-kitobini chiqazib beramiz. Chunki keyinchalik ko'chada yomg'ir yoqqanda, qishli havo, sovuq kunlarda suv ichkariga kirmasligi uchun kulon qilamiz. Ichkari tomonda eshik, podvor ular holat yo'q, zina. Yo'q, belgi yo'q. Splash darvoza bor. Splash darvoza. Gap bo'lishi mumkin. Xudo xolasa fasolni bu razmerga moslab, bular tanlagan fasolni hisob-kitobini chiqazamiz, olib kelib stolovka qilib beramiz. Birinchi tomon razmerimiz 466, ikkinchi tomonimiz 480 chiqyapti. Biz bu joyni imkon qadar kichikroq qilib yasaymiz, shunda ko'tarishga ham, tushunishga ham xot bo'ladi. Egalar talab qilgan holatda o'rnatib berishimiz mumkin. Darvozani dalshi tepagacha taqib oladigan bo'lsak, yuqorida patologga ozgina peshona qismi bo'lishi kerak-da. Shuni hisobini aka chiqarib berdim. Hozir akani o'zlariga ham tushuntiramiz. Shunda bu tomonga oladigan bo'lsak 466, lekin biz 20 zazur yuqoriga tashlaymiz. 446, 440lar qilsak bo'ladi. 440 qilamiz. Biz ertaga o'rnatishda qiynalib qolmaymiz, ko'tarishimiz ham, tushirishimiz ham mumkin bo'ladi. Razmerlarni oldik, darvozani ochilishi ichkariga bo'ladigan bo'ldi. Fason tanlab pulini kelishsak bo'ldi. Yetib keldik. Razmerni oldik aka, xudo xolasa. Sizga aka shedevr fason qiladigan bo'lsak, 4 metr bo'yini olamiz. 4 metr. Plus 50 sm buni qosh qismi bo'ladi tepada. 50 sm qosh qismi, shunda 450 o'pshi joyingizni yopadi. Biz primo keyingi lokatsiyaga yo'lga chiqdik. Bismillah.